Assalomu alaykum, hörmətli dünyanın hər qaysı yerlərdəki muhaciratki Şərq Türkistonluq qarindoshlar. Mən Bilge Uyğur Cəmiyyətindən Yaşar Yalqın. 16 e'lon qilgan o'xshash 10 ayning 1-kuni Bilgening poytaxti Bruselda Xitoyning 70 yiliga qarshi keng ko'lamda birlashma namoyishi olib berildi. Bu namoyishning tayyorlik xizmatlari jiddiy olib berilyotdi. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un qarindoshlardan inkas keldi yo'l masalalari ustida. Agar qarindoshlarning yo'l masalalari ustida bilet zakaz qilish, yatoq zakaz qilish to'g'riliq masalalarda mujmal nuqtalar bo'lsa, Bilge Uyğur Cəmiyyəti bilan bevos aloqalashsanglar bo'ldi. Bizning barliq aloqalash vositalarimiz Facebook tor bitimizda bor. Namoyish 11 dan 3 kishida davomlashadi. Biz soat 10 gacha aerodromda barliq shu kun namoyish kelmoqchi bo'lgan qarindoshlar qulaylik yaratish uchun mashina o'rinlashtirdik. Agar mashina lozim bo'lgan qarindoshlarmi men bilan bevos aloqalashsanglar bo'ladi. Barliq namoyish kelmoqchi bo'lgan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Bilge Uyğur Cəmiyyətining hammalarga o'ttiq salom. Inshaalloh 10 ayning 1-kuni Bruselda ko'rishaylik. Allohga omonat.